Mana o'sha ko'pchilikni qiziqtirayotgan Cobalt'ni yangilangan varianti Yunusobod avtosavdoga yetib keldi. Bu yangilangan Cobalt'imizda ikki xil komplektatsiyada chiqqan, ya'ni Style M7 va Midnight M7. Hozir men sizlarga nima o'zgarishlar bo'lganini hammasini ko'rsatib beraman. Asosiy ko'p o'zgarish salon qismida bo'lgani uchun birinchi sizlarga salon qismini ko'rsataman. Ko'rsanglar bo'ladi. Salonning rangi to'liq o'zgargan, ya'ni salon to'liq qora rangda ishlab chiqarilyapti. Oldingi holatda bilasizlar, jigar rangi edi. Bu safar endi salon to'liq qora bo'lgan. Bundan tashqari o'zgarishlarni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, asosiy o'zgarishlardan rul o'zgargan, ya'ni rulga multimedia ustanovka qilingan, multimediani boshqaradigan knopka va cruise control upravleniya va tablo umuman boshqa dizaynda, ya'ni Tracker 1 tablosi bilan bir xil dizayndagi tabloda ishlab chiqarilyapti. Asosiy yana bir narsa ko'rsanglar bo'ladi, bunga Chevrolet Auto monitori ustanovka qilingan, Bluetooth hamma funksiyalari bor. Lekin eski holatdan ko'ra bu ancha juda chiroyli chiqqan. Va yana bitta qo'shimcha, bunga abagrev funksiyasi qo'shilgan. Abagrev upravleniya knopkalari mana bu pastki qismda joylashgan. Salon qora bo'lgandan keyin salondagi chexollar ham bunga mos qilib to'liq qora qilingan, ko'rsanglar bo'ladi. Eski holatda bu to'liq material ko'rinishda edi. Bu safar bunday o'zgarishda to'liq qora koja va o'ziga yarashadigan chiroyli dizayndagi chexol ko'rinishda qilingan. Cobalt Midnight pozitsiyasida bilsanglar, diskasi, faralari qoraytirilgan. Midnight M7 pozitsiyada esa qo'shimcha orqa bamperdagi nikel joylari qoraytirilgan. Oldi abilsovkadagi nikel joyi ham to'liq qora ko'rinishda qilingan va asosiy yana muhim o'zgarish mashinani motor qismida bo'ladi. Motordagi o'zgarishlar, motor sistemasi to'liq gazga moslashtirildi, ya'ni gaz ustanovka qilingandan keyingi ishlash sistemasi yanada kuchaytirilgan va mashinaning kompyuter sistemasi ham o'zgartirildi va ABS tizimi yanada yaxshi ishlaydigan qilib rivojlantirilgan. Style M7 dagi o'zgarishlar, motor o'zgargan, ya'ni Midnight M7 bilan bir xil ko'rinishda va salondagi o'zgarish 3 ta farq, ya'ni multimedia rul knopkalari, tablo va monitor. Mana shu 3 ta farq bor. Avtomobilni kelib ko'rmoqchi bo'lsanglar, Yunusobod avtosavdoga tashrif buyurib, bemalol ko'rishingiz mumkin. Avtomobilni xarid qilish, shartnoma ochilgandan keyin shartnoma ochilishi Instagram sahifada e'lon qilinadi.